Assalomu alaykum bozor uchun kanali obunachilari. Anchadan beri sabzavotlar olganimiz yo'qdi. Bugun 11-mart sanasi do'stlar. Yexon bozordan narxlarni bitta bilib qo'yaylik do'stlar. Piyoz, kartoshka, piyoz hamma yo'qni so'raymiz do'stlar. So'zlarimiz qancha bo'lyapti aka? 3 kilo. Nariga 4 kilo. 3 kilo, 10 mingga 3 kilomi? Shunisini ham ayting-da, 10 mingga 3 kilo ekan. Bunisi ham bir xil. Nargisi? Maydasi 5 kilo. 5 kilo, 10 mingga 5 kilo, 2000 so'mdan ekan. Piyozlarimiz-chi? Egasi mahku, manbasman-ku. Aytavering, narxini ayting bo'ldi. Ey bola. Siz olganim yo'q aka. 5 kiloda. Sizga narxini aytib bersangiz bo'ldi. 5 kilodan piyoz bo'lyapti. 10 mingga 5 kilo. 8 ming, 7,5 ming. 7,5 ming, 8 mingdan gap yo'q. Holati ideal holatda ekan. Akbarati Akmaljon. Bekityapti. Sog' bo'linglar. Bo'pti, Akmaljon. Savdolarni bersin. Pomidorlarimiz qanchadan bo'lyapti ekan? Bular 30 ming, bular 30 ming, 25 mingdan. Parnida bo'lgan bular, hammasi. Rediskalar 10 mingga to'g'ri bo'lgan. Bularimiz-chi? Bular 10 mingga 5 olgan, 2000 so'mdan. Chestnoklar gap yo'q. Bularimiz Ko'katlar 1000 so'mdan. 1000 so'mdan. Vau ekan, gap yo'q. Savdolarni bersa, turpimiz qancha ekan? Turuplar 10 mingga 4 kilo beryapmiz. 10 mingga 10 mingga 4 kilo. 4 kilo berilar ekan, gap yo'q. Savdolarni bersin. Xo'p, darshi yuramiz do'stlar. Xo'p, to'g'onda go'sht mahsulotlarimiz bor ekan. Hormaylar aka, qanchadan bo'lyapti ekan narxlar? Bilib qo'yaylik narxlarni. Bular mana to'g'ri go'shtlari? Ha, induk. Bular induklar ekan. Bitta qaytarib oling. Induklar ekan, brullar ekan. Narxlarni bilib qo'yaylik. 50 mingdan induklar. 35 mingdan. 35 mingdan kilolari, xudo xolasa. Mana ularchi lahmlar. 45 ming. 45 ming lahm ekan. Bayravat qilinganlarchi tayyorlar. 33dan beryapmiz. 33 dan tayyor holatda. O'rdaydagi bu. O'rdaydagi. Qanchaga? 40 mingdan kilosi. 40 mingdan. Mana ular chakarachilar. 50 mingdan bu. 50 mingdan. Bunisi-chi to'g'ri. 33 dan qilib beramiz. 33 dan gap yo'q. Kalbasalar qanchadan bo'lyapti? 10 mingdan boshlanyapti kalbasalar aka. Qanchadan? 10 mingdan boshlanyapti. 10 mingdan boshlanyapti. 13 ming, 10 ming, 15 ming. Hammasi halolmi? Halol. Halol, Hammasi xudo xolasa. sertifikatga ega Toshkent kalbasalari. Toshkent kalbasalari zo'r. Savdolaringni bersin. Rahmat. Xo'p, tuxumlarni bilib qo'ying narxlarini Xormay aka, yaxshi bo'ldi. Qanchadan bo'lyapti tuxumlarimiz aka? 42 mingdan beryapmiz. 42 ming bitta flaygasi. Nechta bo'lyapti? 15 talikmi? 30 talik bular. 30 talik, 30 talik 42 ming. Qanchadan bo'ladi? Donasi qancha? 1400 dan to'g'ri kelyapti ekan. Ular qora tovuqnikimi, oq tovuqnikimi qanaqaniki? Davlatniki. Oq tovuqniki. Gap yo'q. Savdolaringni bersin aka. Assalomu alaykum Xormay og'a, yaxshimisiz? Savdolar yaxshimi so'g'lar bilan? Qanchadan bo'lyapti? Narxlar 1000 so'mdanmi? Narxlari qancha bo'lyapti? 2,5dan 2dan qilib beryapman. 2dan qilib berilyapti. Bir o'g'il do'stlar, 2dan ekan. YouTube'ga olyapman-da, narxlar olib, bitta bilib qo'yaylik deb. Bitta o'riklarmi bular, nima bular? Qanchadan bo'lyapti o'riklarimiz? Egasi yo'qmi? Mayli, qo'ying. Aytgilari kelmadi. Mayli. Kartochka urug' so'raganlar, kartochka urug'imiz bor ekan. Qancha ekan kartochka urug'imiz? Kilo 8 mingdan. Gap yo'q. O'riklarchi? O'rik qoqlar 20. Mana ular nima buni? Nima? Anjirdiki. Qancha shu? 25. 25 mingdan. O'riklari hali ham saqlanib turibdi do'stlar. Eng zo'ri qaysi biri? Eng zo'r o'rik. Tavsiya qilganingiz. Mana barginglar. Mana ular. Qancha shular kilosi? 35. 35 mingdan ekan kilosi. Yurakka foydali o'rik olinglar do'stlar. Hozir bahor payti yeyish kerak o'rikni. Mayizlar qancha? Mayizlar 65 ming. 65 mingdan. Mana 45 ming. 45 mingdan. 30 mingdan zo'r. Savdolaringni bersin. Sog' bo'linglar. Xo'p. Bananlar qancha bo'lyapti bananlarimiz? 28. 28 ming. Bananlarchi apelsinmi bu? Apelsin 18 ming. 18 ming. Mandarin? Mandarin 24 ming. 24. Kivichi? Kivi ham chiqdi do'stlar. 28 ming gapi. Olmalarchi mana bu Semerinka. Bilan 15 kilodan. 7,5 mingdan do'stlar. Bunisi qizil olmamiz. 20 ming. 20 ming so'm. Gap yo'q. Savdolar yaxshimi? So'g'ida charchamasdan. Zo'r. Xo'p, mana olmalarimiz qanchadan ekan? Bular 18 ming beryapti. 18 mingdan. Nokimizchi? Yoshlar ham 18 dan. Bu ham 18, bunisi hammi? Ha. Bunisi ham 18 ekan. Ideal holat turibdi, ko'ryapsizlar. Bizda qishda ham, bahorda ham xudo xolasa hamma meva topiladi. Kelaverasizlar. Bu olmamizchi? Bu olma arzonroq bunisi. Qancha? 12 ming. 12 ming so'mdan kilosi do'stlar. Bu ham qizil olma. Eronniki ekan. Zo'r holatda. Guruchlarchi? Arzon bo'lib ketdimi? Guruchlar ham arzon, 14 mingdan. 14 mingdan. Bemalol osh yesalar ham bo'laveradi, iftorga osh tatib ko'rasizlar. Yong'oqlarchi?
Yong'oqlar. 20 mingdan. Mag'izi? Mana, oq mag'iz, sariq mag'iz, yaxshi. O'zimiz yong'oqlarda, jaydar yong'oqlar dedi. Bularchi? Egasi chesniki, bitoy Xitoydagi. 25 mingdan kilosi. 18. Apelsinimiz 18. Onoram bor ekan do'stlar, hali ham saqlanyapti. 20 mingdan kilosi do'stlar. Xo'p, mandarin mayda 35 ming. 35 mingdan. Noklarimiz-chi? 20 ming. 20 ming. Bularchi? 18. 20 ming. Gap yo'q. Savdolayni bersin tog'a. Xo'p, bodomlarimiz bor ekan do'stlar, chaqilgan tayyor holatda. Ularga ham bitta narxlarini bilib qo'yamiz. Endi chaqilgan bodomlar bo'lyapti. Ular foydali. Qanchaga kirgani? 68. Tog'amiz hali yoshlar. Qachon kirdik? 60 Bizda ham bor ekan. Teng ekanmiz, teng yosh ekanlar. Qanchadan bo'lyapti bodomlar? Bitta narxlarini bilib qo'yaylik. Bular 60 dan, 60 mingdan, bu 55 dan, 55 dan. ular 70 dan, 70 dan. 90 dan, Bular- bunisi 115. Bular faqat chaqilganmi, qo'g'irilgani ham bormi? Buni chaqilgan, Qolganlar qo'g'rilgan emas. qo'g'irilgan. Gap yo'q. Savdolayni bersin, sog' bo'linglar. Xo'p, mayizlarimiz qancha bo'lyapti ekan? Mayzimiz 55 beryapti. 55. Yong'oq Yong'oq 15. 15 ming kilosi do'stlar. Mana o'ringmi? O'rik. O'rikniki boshqacha ekan. Qanti 20 ming, 15 ming. Gap yo'q. Savdolayni bersin tog'a. Xo'p, kamchilik bo'lsa do'stlar, uzr so'rayman. Ashti hamma mevalarda aytdim shekilli. Yana bitta narsa bor do'stlar. Yo'lda tomondalik ko'chatlar sotishyapti. Bitta narxlarni bilib qo'ying. Ko'chatlar ham qiziq. Qanchadan sotishyapti ko'chatlar. Xo'p, yong'oq ko'chatimiz bor ekan do'stlar. Oq mag'iz boy yong'oq. Buning narxi qancha ekan buni? Do'stlar, aytgancha yong'og'imiz bor. Menga aloqachi qo'ydilar. O'zimizni dehqonchilik yong'oq bor. Bundan baland, uzunligi, qalinligi shuncha chiqadi. Uzun-uzun 2 yillik 2-3 yillik ko'chatlarimiz bor. O'zimizniki dehqonchilik. Menga aloqachi qo'lasizlar. Soni chegaralangan. Shu 0808 nomerimga telefon qilsalaring, xudo xolasa. Ko'proq olsang dastlabki qilib beramiz, xudo xolasa. O'zimniki 15 mingdan berib yuboramiz bizniki, o'zimizniki. Buni narxini bilmayman. Qani egasi yo'qmi buni egasi? Egalari bo'lganda bitta narxlarini bilib qo'yardik. Bitta savdo qilishyapti shekilli, hozir chaqirib kelamiz egalarni. Aka narxlarini bilib qo'ysak bo'laveradimi? Narxlarni bitta bilib qo'yaylik. Shu yong'oqdan boshlaylik. Qancha chiqyapti shular dedik? Yong'oqlar 15 ming. 15 mingdan aytgandi, 15 mingdan ekan yong'oqlar taxminan aytdim, 15 ming desa kerak edi. Xo'p, mana ular boshidan boshlaylik bo'lsam nima mana u? Gul. Mana gulmi mana u? Qancha chiqadi narxi? Ular 6 ming. Daraxtli gul ekan, 6 mingdan donasi. Bunisi-chi? Smarodina Smarodina 7 ming. 7 ming. Xurmo, shokoladli 15 ming. 15 mingdan. Mana ular pistami? Pistalar. Pistalar 30 ming. 30 mingdan donasi. Gap yo'q. Hop, shoftoli ekan, ot yog'i. Toftolilar 15 mingdan. 15 ming. Bunisi ham. Qanaqa bir xildan. Qizil listi. Bular hammasi 15 ming. Ha, 15 ming. Hammasi 15 ming. O'ringlarchi? O'ringlar demasak 15 ming. 15 ming. Hammasi 15 mingdan tanlab olaverar ekanlar. O'ringlar hammasi 15 mingmi? Sliva ham. Bu qayerda ko'chatlari? Quva. Quvaniki. Ishonchli, xudo xolasa. Parod qilmaydimi ertaga olgandan keyin? Giloslarchi? Balavoylar 20 ming. Balavoy giloslarimiz 20. 1 yillikmi ular? Ha? 1 yillik ulangandan keyin 1 yil o'sgan. Yasharda. Buni ekkandan keyin kesish kerakmi yo? Ha, kesib beryapti. O'z kesib beraverasiz. Ha. Valavoylar ekan, o'zimizni valavoy giloslari. Xo'p, ot yog'i Elbert. Bu nima bu? Shoftolimi? Bu ham 15 ming bular ham. Bular ham 15 ming. Bular bo'lish narxini tushib beramiz ko'proq olganga. O'zi 20 ming baho aytyapti. 15 ming bo'lish narxi ekan do'stlar. Gap yo'q. Olma behilarchi? Olma behilar 10 ming beryapti. 10 mingdan zo'r. Bodom ekan. Qancha bodomimiz? Odamlar ham 10 ming. Bodom 10 ming. Zo'r. Nokchi, Noklar ham 10 ming. Toptolar nima? anjirchi, Anjirlar ham 10 ming. Shotuslar 15 shotutlar ham bor ekan 15 ming. Malinalar Malina 3 ming, 4 ming. Zo'r. Savdolayni bersin. Sog' bo'linglar. Qancha narxlarni bilib oldik do'stlar. 10 ming, 15 ming asosan sotilayotgan ko'chatlarimiz. 1 yillik, 1 yashar ko'chatlar. Mashina ko'p bozorligiga. Bu tomonda gullar ham sotilyapti ekan, kelaverasizlar bemalol. Shanba kuni kesalayin. Gulda xilidan bor ekan. Mata temir bozor ham bor, hamma bozor bor. Dehqon bozor ham, gul bozor ham, ko'chat bozor, xullas hamma yoqda bo'lasizlar kesalayin. Eski bozor ham bor, hamma yoq bor. Xo'p, tomonga o'taylik.
tomonda yana nimalarimiz bor? Obzor qilamiz. Asosan meva-chevalar obzor qilaylik bu videoda do'stlar. Probga tushib qoldimi, probga? Ha, o'ri qancha ekan? 35 mi aka? 35 mingdan. Toza, qurtlamaganmi? Tabiiy endi ba'zi bitta yarmida bo'ladi. Bo'ladimi abi ichida? Tabiiyda bitta yarmida. Gap yo'q. Mumkin, sog' bo'linglar. Savdolayni biz yong'oqlarchi? Nari tomondan yurishim kerak edi o'zi, probga ekan. Probga ekan. Teskari yuryapmiz. Xo'p. Teskari yurib haqiqatan ham bodringlar qancha bo'lyapti? 28 ming farqi. Pomidorchi? 28. Bir xil narxlari. Bir xildan ekan. Olmamiz-chi mana sapsariq. 2 kilo 25 beryapti. 12,5 mingdan ekan. 12 mingdan qilib beramiz-a? Beramiz. Obunachilarga kelaverasizlar, xudo xolasa. Mana bu tomonda optim narxlarda makaron, xudo xolasa arzon narxi bular. Bular qancha narx qo'yganmiz? 5 mingdan yarim kilo. 5 mingdan yarim kilo do'stlar. 10 mingdan 1 kilo ekan-da. Mamlarchi, vermishlar. 10 mingga 3 tadan. 10 mingga 3 tadan, 3300 dan do'stlar. Arzon narxlarda gap yo'q. Savdolayni bersin tog'a. Sog' bo'linglar. Yog'lar qancha bo'lyapti 5 litrliklarimiz? 110 ming. Farg'onachi? 70 ming. Gap yo'q. Savdolayni bersin. Xo'p. Gulkaram qancha ekan? Kimdan bu? Gulkaramlar kiloga 15 ming. Bittasi qancha kilo chiqadi? Har xil chiqadi. Maydalari arzon chiqyapti. Mana yillar 25 minggacha chiqadi. 25 minggacha chiqadi. Mana imbermidi nima edi bu? Qancha bu? Kiloga 50 qilib beraman. 50. Mana nima bu? Kabachokmi? Nima deydi? Qancha bu narx? Kilosi. Bodringlar, pomidorlar? Bodring pomidor 15 ming qilib beraveradi. 15 mingmi kilosi? Ha, kiloga 15 ming. Nimaga arzon boshqa joyda 28 dan sotishyapti? Dehqonchilik. Dehqonchilik gap yo'q. Savdolayni bersin. Mana nima edi mana oq? Ular oq turib. Oq turib qancha narxi? 10 ming. 10 mingdan gap yo'q. Bolgarskilar? 35 ming qilib beraman. 35 ming. Zo'r. Savdolayni bersin. Xo'p. Bitta nimadir talash bo'lib ketyapti. Bitta nima skidka bo'lyapti aka? Krasovkalar qanchadan qilib aka? 70 dan berib oldim. 70 mingdan krasovkalar do'stlar. Magazinda 150 mingdan sotilyapti. 70 mingdan kelaverasizlar, xudo xolasa. 50 ming so'mdan. Nimaga arzon aka? Bizda daraja qilib olib berib Gap olyapti. yo'q, setkalilarchi? Qaysilar? Setkalilar 50 mingmi? Yo'q, 45 ming. 45 mingdan gap yo'q. Savdolayni bersin. Xo'p. Kartoshka urug'larimiz qanchadan bo'lyapti? 7 mingdan kilosi do'stlar. Bananlarimiz qancha bo'lyapti aka? 29 ming. 29 ming. Zo'r gap yo'q. Xo'p, bedana tuxumlarimiz qancha bo'lyapti? 500 so'mdan donasi. 1,5 mingdan ham katta tuxumlarga 1200 dan ham bor ekan, 1400 dan ham bor ekan, holatiga qarab har xil ekan narxlari. Savdolayni bersin. Xo'p, pashti hamma yo'qni ko'rsatdim shekilli. Endi bitta so'zni, kartoshka, piyoz hammasi pashti bir xil narsa sotib. Piyozlar qancha sotilyapti? Piyozlarimiz 4 kilo. 10 mingga 4 kilo. Makkalarchi? Shuning o'yinda. Shuning o'yinda. Qancha bu? 6 ming so'm. 6 ming so'm. 5 ming qilib beraveraman sizga. Ana 5 ming so'mdan do'stlar. Mana ularchi, bular ham bir xil 8 ming. 8 ming. Nima bu qimmatroq turadi? Bunga Chegatra bu, chegatra. Ha, bu hozir hamma dehqon shetda bu. qonch gap yo'q. Aralashlari ham bor ekan, tayyor holatda do'stlar. Bemalol drabilga tashaverasizlar. Bu do'lachi? O'g'lar tug'dirib yuboradigan. Tug'dirib yuboradi, sirazi. Ras tug'adi. Bu ichida hammasi bor ekan-da. Kuyov bola dadillashib ketadi. Gap yo'q. Soyagacha. Sog' bo'linglar, savdolayni bersin. Xo'p. Mana bu tomonda ham yemlarimiz ko'p. Aralash deb tashashdi, bilmayman nimalar qo'shib tashalgan. Qanchadan bo'lyapti so'zlarimiz? 10 mingga 3 kilodan bo'lyapti ekan. 3300 dan. Bugun arzon bo'lib ketibdi-yu, hamma yo'q. 10 mingga 3 kilomi? Yozdachi? Yo'q, tortmay. Men kameraga olyapman, YouTube'ga olyapman. Narx-navolar bilib qo'yaylik prosta. Piyozlarchi?
5 kilo. 5 kilo. Mana tayyor holatdagisi. Qancha bo'ladi? 5 kilo. 10 mingmi shu? 10 mingga. Mana shu 10 mingmi? 5 kilo, 5 kilo. Mana shu hozir necha kilo aql? 10 mingni chiqarash, 10 mingni chiqar. 5 kilo chiqsa kerak, ha? Men tortib qo'yganimda tayyor debman. Savdolayni bersin. Xo'p, do'stlar, videoni tugataman. Yoqqan bo'lsa, layklar bosaveramiz. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha. Anchadan beri dehqon bozorini ko'rsatganim yo'q edi, do'stlar. Vaqt bo'lganda ko'rsatib qo'ydim, chunki bugun odam kamligi uchun Nargiski bozorda. Layklar gumbillatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.